Ha, oyi. Nima harakat? Seninga suvchilik kelishayotgan ekan. Shunga tayyorgarlik qilyapman. Pastga tushib, non olib chiqqin. Assalomu alaykum dada. Va alaykum Yaxshimisiz? assalom. Masjidgami? Ha, masjidga. O'tiring, men tashab qo'yaman. Hay, mana qara. Labbay. Abduvalni o'g'li Bahodirmisan? Ha, o'sha. Ko'p yasha, himmatingga rahmat Rahmat. qilaman. O'tiring dada, men olib borib qo'yaman. Yo'q. Mani yoshimda yurib turish kerak. Yo'g'i tayyorlanyapmiz. Nima men nerv qildiraverasan? Qattasan o'zi. Ha, Baho. Voy, o'rtoq, nima gap, tinchmisan, yaxshimisan? Yur o'rtoq konturga. Bitta odam yetmayapti o'tkazasiz. Atrofga ketadi. O'rtoq, bir qo'l o'ynab ketamiz, turib. Boshqa safar o'rtoq, hozir tayyorlanishim kerak. Qara ko'rishamiz, charchaman. Menga qara, kelsin-ki, atmay qo'raman hozir bolalarni ham yo'masa. Assalomu alaykum, oyi. Alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Ha, rahmat. Kelib ketishdimi mehmonlar? Ha, kelib ketishdi. Nima bo'ldi? Adang yo'q dedilar. Nimaga? Maqtayotdingiz-ku yaxshi joydan deb. Bola bir tayli o'qishda o'qimagan ekan. Tayli ishi yo'q. Xullas, oila qurishga umuman tayyor emas. Bunaqa betayinga beradigan qizim yo'q dedilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Internationalga xush kelibsiz. Rahmat. Shu sizlarda ingliz tilini o'rganib, IELTS olishim kerak. Institutga tayyorgarlik ko'rmoqchiman. Ana, endi men ham tayyorgarlik ko'rishim kerak.